ببین کلیت قضیه چه Pezeshkian aslida Eron emas, Amerika Qo'shma Shtatlari terrorchi ekanligini yana bir bor ta'kidladi. Ular bizni terrorchilar deb atashadi, lekin aslida o'zlari haqiqiy terrorchilardir. Ular istalgan vaqtda, istalgan joyda kimni xohlasalar qirg'in qiladi va keyin inson huquqlari haqida gapiradi. Ularga la'nat bo'lsin, deydi Eron prezidenti Pezeshkian. تروریستای واقعی اونان که هر جا رو هر کی رو هر موقع دلشون خواست. Agar siz Sahr va markazidan imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tishni istasangiz, malakali mutaxassislar jamoasi sizga yordam berishga tayyor va boshqa zaruriy hujjatlar bo'yicha yordam ko'rsatishadi. Eng muhimi, barcha hujjatlar bazaga tushishiga kafolat beriladi. Xizmat haqqi esa ish yakunlangach amalga oshiriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizdagi WhatsApp va Telegram orqali murojaat qiling. Pokiston armiyasi qo'mondoni Osim Munir Eronga yetib keldi. Osim Munirning Eronga tashrifining sababi Eron-AQSh muzokaralarining ehtimoliy ikkinchi bosqichini muvofiqlashtirish va Amerika Qo'shma Shtatlari xabarini Eronga yetkazish bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga bosimni oshirish uchun Yaqin Sharqqa qo'shimcha 10 mingga yaqin askar va ko'plab harbiy kemalarni joylashtirmoqda. Bunga avia tashuvchi kemalar va dengiz piyoda bo'linmalari kiradi. Bu esa mintaqada mavjud qariyb 50 ming nafar AQSh harbiy xizmatchilari sonini yanada ko'paytiradi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, harbiy kuchlarning to'planishi muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda AQSh ko'proq variantlarni, jumladan ehtimoliy zarbalar yoki hatto quruqlikdagi operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Turkiyaning Qahramonmars shahridagi maktabda o't ochgan yigitning surati e'lon qilindi. Hodisa bugun Aysirchalik o'rta maktabida sodir bo'lgan. Hujum oqibatida 9 kishi, jumladan bir nafar o'qituvchi halok bo'lgan va 20 kishi jarohatlangan. Jinoyatchi esa yo'q qilingan. U ryukzakka yashirilgan otasining qurolidan foydalanganligi haqida aytilmoqda. Qo'shma Shtatlar va Isroilning Eronga qarshi urushi davomida 399 nafar AQSh harbiy xizmatchisi jarohat olgan. Bu haqida AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi CENTCOM vakili ma'lum qildi. Yaradorlardan 3 nafarining ahvoli og'ir deb baholanmoqda. 354 nafar askar esa allaqachon xizmatga qaytgan. Bir hafta avval esa yaradorlar soni 370 nafardan ortiq ekanligi xabar qilingan. O'sha vaqtga kelib 330 nafar kishi xizmatga qaytgan. 5 nafari esa og'ir yaradorlar ro'yxatida edi. Jabrlanganlarning aksariyati quruqlikdagi qo'shinlar jangchilaridir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra esa halok bo'lganlar soni 13 kishini tashkil qilgan. Eslatib o'tamiz, bu Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlar. Isroilning Hizbullohga qarshi urushida halok bo'lganlar soni 2167 kishini tashkil etdi. Livan Sog'liqni saqlash vazirligi Isroil zarbalari oqibatida halok bo'lganlar orasida 260 nafar ayol, 172 nafar bola va 91 nafar tibbiy xodim borligini ma'lum qilgan. Oxirgi 24 soat ichida esa 43 kishi qurbon bo'lgan. Hozirda Isroil Bayrutga zarbalar berishni to'xtatgan, biroq mamlakat janubidagi avia bazalar va quruqlikdagi janglar davom etmoqda.